Assalamu aleyküm muhaciretdeki Şarkı Türkistanlık qarindoshlarimiz. Ben bugün küçük oğlum Muhammed Salih Demirlar bilen, yani Muhammed Salih oğlum bilen ekranın aldığa çıktım. Bu oğlumga ustazımız, hem bütün Uygurlarning, Şarkı Türkistanlıklarning ustazı Muhammed Salih Demirlar akamning ismini bergan edik. 5-tigacha bir yil o'tib ketdi. Qarindoshlar, men nima uchun bu o'g'limni ekrandan oldiga chiqdim? Çünkü mening mana bu resimdeki cho'ng dadam Abdulmut hocam, Abdulmut hacım deydi. Abdulmut hocam cho'ng dadam meni mana shu quchoqdagi 1 yosh vaqtimdan tortib beqib cho'ng qilgan edi. Nima uchun cho'ng qilgan edi? Mening cho'ng dadamning faqat bir o'g'li bor edi. Cho'ng o'g'li mening dadam, ya'ni Harun hacım edi. Lekin mening dadam, cho'ng dadam yaş vaqtidan mavjishi kafirni tilladi, ya'ni kufr etdi degan so'z bilan, ya'ni ko'pchilik ve jamoatchilik do'st og'inlar bor yerda mavjishi kafir to'g'risida gap qilib qo'yapti ekan Xitoyga qarshi. Shu gap bilan turmga chirib ketib qilib, yoshlik bari Xitoyning turmushi o'tib ketgan. Shuning bilan o'zining o'g'lini o'z qo'li bilan tarbiyalayolmay, dadam anamdan qo'li cho'ng bo'lgan. Qarasa dadam turmadan chiqqandan keyin, cho'ng dadam turmadan chiqqandan keyin dadam xil yoshga berib qo'ygan. Bir qo'lliq tarbiyalayolmagan. Undan keyin dadam tarbiyalab bo'lolmagan. Ya'ni o'z ko'ngildagidek tarbiyalayolmagan. Dadam xuddi jamiyatdagi ba'zi Uyg'urlarga o'xshash shu kommunist Xitoylardan sal qo'rqaydigan. Ya'ni Xitoyga qarshi gap qilma deydigan, Xitoyga qarshi ham gap qilolmaydigan, Xitoyga qarshi hech qanday ish qilolmaydigan, o'sha qo'rqanchiq bir Uyg'urlarning birisi, ayna bo'lib qolgan hamda. Cho'ng dadam bundan acayip ko'ngli yerim bo'lib, bola kichikdan tarbiyamiz bo'lmaydigan bo'lganlik uchun dadamdan umidini uzib, shuning bilan dadam meni kichikimdan mana shu 1 yosh quchoqdagi vaqtimda tortib meni beqib olgan. Meni beqib cho'ng qilish jarayonida intayin jafo tortgan. Chunki bir er kishiningki yashanganda bir bolani beqib cho'ng qilib aslan emas qarindoshlar. Nima uchun beqib cho'ng qilgan deganda, o'z o'g'lini kichikdan tarbiyalanmaganlik uchun meni kichikimdan tarbiyalab, shuning o'rnini to'ldirish uchun meni kichikimdan beqib cho'ng qilgan qarindoshlar. Mana bu cho'ng dadamniki shu banada cho'ng dadamdan bir shoyatlik bermoqchi. Cho'ng dadam meni beqib cho'ng qilganlik sababi shunda. Boshqa hech qanday gunoh yo'q qarindoshlar. Tajovuzchi Xitoylar cho'ng dadamga men Turkiyaga 2015-yili 11-oydan keyin 11-oyning oxiri hijrat qildim. Kündü kirip digedek Xitoylar cho'ng dadamni intayin beram qilgan. Hatta meni yandırıp ekkasin deb ularga taklif solgan. Hattoki shu zamonlarda cho'ng dadam bilan ancha-muncha aloqa qilgan telefonda. Hali undidar degan narsa bor unda. 2015'diki. Shuning bilan meni yenib keldi deb shunda yolg'irgan. Yolg'irgandan keyin men bormagan. Men bormagandan keyin bu uyga intayin cho'ng besim qilgan tajovuzchi Xitoylar. Besim qilgandan keyin cho'ng dadam biri Xitoyning besimi, yana bizse mening ham 5 balam bor edi o'chaqda, 5 nevrasininki. Ham mening ayolimga bek amroqdi, ham kelin degandek. O'z qizlaridan chari ko'ratdi. Shuning bilan bizga bo'lgan seg'inish, bizni deb anglashlar qaraganda o'sha janimizda kechininki soat 2-3 bilan ta bindatqicha uxlamaydigan odam aqlim kelsa. Kecha shu namozda janimizda yig'lab duo qilib, ko'p yig'laganlikdan. Ham Xitoylarning besini bir, ham bizniki seg'inish azobi bir, xuddi Yusuf alayhissalomning o'g'liga o'xshash, ya'ni Yusuf alayhissalomning darsiga o'xshash, ko'p yig'laganlikdan, ikki ko'zdan ko'p yosh chiqqachqa, oxiri ikki ko'z ko'rmas bo'lib qolgan. Ko'zim biroz ojizdi, yashangan bo'lg'achqa, keyin ikki ko'z ko'rmas bo'lib qolgan. Keyin andan bizga kelgan xabarda tajovuzchi Xitoylar tarafidan shehid qilindi dedi 84 yoshida. Bu 84 yosh vaqtida shehid bo'lgan loyib qayda shehid qilindi, qanday dunyodan ketdi, undan hech qanday xabarimiz yo'q. Alloh yat xayri jannat qilsin. Buning uchun muhojir bütün qarindoshlarni duo qilib qo'yishlarini umid qilaman. Meni cho'ng dadam mana shu 1 yosh vaqtimda tortib beqib cho'ng qilgan qarindoshlar. Kichikimdan tortib, tilim chiqqan vaqtimda tortib cho'ng dadam menga La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kelimesini öğretken bolsa, bir taraftan tajovuzchi Xitoyninki ne kadar rezil, ne kadar küfür, ne kadar nima deymiz endi? İnsan tasvirligisiz bütün dünyadaki milletlerin en rezil, en peskış bir millet ekanligini
çoğladığımız küçük vaktimizden tatip tilimizge, dilimizge hemmiz sığdırıp etken. Sığdırıp etken kardeşler. Çoğdadan bana tecavüzçü Xitaylar karşı siyaset kılışka. Vatan Şarkı Türkistan'ı müstakil kılış için 5 yaş vaktimden tatip aklım kelse bana siyaset dersi vergen. Bu siyaset dersi nereden başlagan diye vaktimizde Peygamberimizin ki ballarınlarını yani çoğun sorunlarga emiyege bazı apırış. Yani bal kiçikden tatip sorun köstüş. Yani halakның içinde kandak oturuş meniş, kandak muamele kılış, kandak söz kılış. Bu cihette ilim biriş. Peygamberimizin ki bu kiyik ümmetke hem Müslümanlar kıygan bir terbiyesken. Şunun için mi çoğdadan meni küçük 5 yaş vaktinden tatip bütün nerede çoğun sorunlar olsa, alim ülemalarınki, ziyalilerninki, hem iktisadlık işlerinin olsun, aşındak sorunları et barat. Hatta musibet olsun, toy olsun et barat. 5 yaş vaktimizden tatip biz ne? Alimlara kandak söz kılış, sorunlarda kandak oturuş, ziyalilerine kandak söz kılış, kandak muamele kılış. Cemiyet normal insanlar kandak muamele kılış, kandak söz kılış. Hani şu oturup kupaştığını tatip hemen nesini küçükümüzden tatip çoğunlarımız biz göketken. Biz neme için bu çoğunlarımız küçükden tatip götürgandırıp hatta çoğuna bek kayı ediken. Bu küçük olan neymiş kamiye göz ele varısıdır. Şundan nem kıldıken. Hatta Peygamberimizin kimi şu bana şu buyurganlıkını çoğundan davliye kıldıken çoğundan yapılmaydıken. Şuna ona çoğunlarımızı hemmeye yapırdıken. Şu sebepten biz bunun çok payısını gördük. Allah'a köp şükür küçükümüzden tatip alimlar kanda muamele kılış, normal halk kanda muamele kılış, ziyaliler kanda muamele kılış, siyasi yollar kanda muamele kılış. Ama bu cihette bu eğitimle, bu ilimle ağırlıkımız için mana bugün karısak bunun biz payısını gördük. Çoğun dadıllarımız şu zamanda bizim 5 yaş vaktimizde bugünümüzü görüp buladık. Aslında bizdenki mana şu vatan müstakil kılış için muhaciret, hicret kılışına mecbur bulduk aldığımız ne? Hicret kıygan deyken bu yerde siyasi yollar bilen, çok büyük kişiler bilen görüşeşke mecbur olduk aldığımız ne? Olar bilen görüşeş vaxtida kandak söz kılış, kandak hareket kılış, kandak muamele kılış bilişimizden mühim ekanligini bilgeçke çoğun dadlarımız küçükümüzden tatip ana şu bizge şu ilimni degan ekan. Allah razı olsun biz bunu ancak paylaşın köydük arkadaşlar. Allah'a şükür. Mana bu oğlumuzun ismi Muhammed Salih Demirler. Biz Muhammed Salih Demirler gömdük bir alim ulema olsun, din İslam için bir tür fıkhasındır. Oğlumuzga bu işini verdik hem Peygamberimizin ismi inşallah niyetimiz yetmezse böylemiz. Görüyor musun böyle? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'a kilat attık. Neyle kilat. İlk ayağına çıktım ben daha fakıca çıkıp ben kırındaşla toğırışınla balama bir dua kıyama. Ahırı deydiğim kırındaşla sabır buğdaydık bir münafık aşkar oturga çıktı. Bugün hiç qanday münafık bunda oturga çıkmagan. Sebep nima degan vaqtida qarindoshlar Nur Bekirni tajovuzchi Xitoy o'stirib usulib etdi. Shu Xitoyniki vatanimiz Sharq Turkistonda eng cho'ng odami Nur Bekir bo'lgan bo'lsa, chet eldagi Turkiyalik eng cho'ng odami Sabir Buğday edi. Bunaqa shuni qaramas. Shuni qarashimiz kerak qarindoshlar. Nur Bekirdek o'ziga shunday sodiq bo'lgan, o'ziniki birdan bir sodiq ishda bo'lgan, kommunist bo'lgan Xitoy nima deb shuni qilgan? Nurg'ulg'an vatanimiz Sharq Turkistonga, Sharq Turkiston ahli zarar yetkazgan bir Nurbekirga ishonmay turmuş qildi. Nima uchun? Millat Uyg'ur bo'lganlik. To'mirda aqaqan eti Uyg'ur bo'lganlik. Ana shu kishilab turmuş qilib etdi. Xitoyda nima degan vaqtida mayli millatdan Uyg'ur bo'lib, mayli musulmon bo'lib, Xitoyga qancha sodiq ishlar, qancha podiqini ko'tar, qancha xizmatini qil, yana ham tajovuzchi kafirlar sana ishonmaydiganligini butun Uyg'urlar asli his qilib ketdi. Endi bu yerga kelsak navbat Sabir Buğday keldi. Aslida Sabir Buğday Türk vatandaş bo'lganligi uchunlam. Bugun Xitoy turmuga so'lamadi, ham Xitoy buni jazolayanmi deyishim qalanmadi. Ammo lekin yana cho'digan vaqtida muhojiratda Sabir Buğdaydan foydalanmoqda qarindoshlar. Navachanda Nur Bekirdek Xitoy vatandaş bo'lgan bu Sabir Buğday ne vaqt turmuga so'lab bo'ladi? Chunki Sabir Buğday jiqishli bo'ladi. Ammo bugun Turkiyada nima uchun buni oshkor chiqadi? Chunki Xitoylar buni majburladi. Hiç qanday münafık aşkar çıkmaydı ya. Aşkar münafıkni uyushtirib münafık eman qarindoshlar. Nima uchun aşkar chiqadi? Chunki Xitoylar Sabir Buğdayni buni da majburladi. Sen biz rast bizning odamimizmi? Rast bizga ishlamsan, unda bo'lsa aşkar chiqib xizmat qilasan, aşkar ishlaysan dedi. Tahdid qildi. Sabir Buğday ilojsiz hayotini qo'g'dab qilish uchun. Yanchiqadagi pulini, Turkiyadagi mulkini qo'g'dab qilish uchun, Sharq Turkistondagi munosabatini qo'g'dab qilish uchun deganda aşkar o'ttirib chiqdi. Ama bu yana bir çoğun uyan bak arkadaşlar. Ne uyan? Tecavüzçü Xitoylar Nur Bekir'e sulğandık Sabir Buğdaydan sulyanmaslığı mümkün. Türk vatandaşı olganlık için. Hem Sabir Buğdayni ko'rgan vaqtida belki Uyg'urlarning qo'li bilan Turkiyada muhojirat Uyg'urlarning qo'li bilan o'ttirish orqali bu yerda ham Uyg'urlarni gunohkor qilish,
Hem sabır buğdayda Xitoyning jiqishin bilib ketgan bir munofiqni yo'q qilish, bir chamir ikki paxtaga chiqarish uchun buni o'ttirib chiqargan bo'lishi mumkin qarindoshlar. Bu menimcha bu farzim xato emas deb o'ylayman. Nima uchun degan vaqtda qarindoshlar Xitoylar o'zining munofiqini o'zi yo'q qilib deydi. Chunki ko'p ish bo'lib ketdi. Ben ona sadiq bo'lsam, millat Uyg'ur bo'lg'achqa ishonmasa qarindoshlar. Ishonmaydi. Ammo lekin am buning Xitoy nim foydali? Sabr buğdaydik bir munofiq oshkora o'ttirg'i chiqib, vatanimiz Sharq Turkiston Şinjan desa, ham vatanimiz Sharq Turkiston Şinjan degan oz kelgandek vatanimiz Sharq Turkistonda zulm yo'q desa, bir yilning oldida biz butun Uyg'urlarni, Turkiyalik Uyg'urlarni Anqaraga da'vat qilib, Diyonet ishlariga, Oq partiyaga, Millatchi partiyaga, butun partiyalarga guvohlik bergizgan qarindoshlar. Shuningdan keyin bir hafta o'tmaylam sabr buğdaydigan munofiq Turkiyalik 40-50 Uyg'urni, o'quvchilarni, ya'ni ota-onasi vatanimiz Sharq Turkistonning turmusida bo'lgan, ya'ni Xitoyning göregelengan Uyg'urlarni besim qilish orqali sen sabr buğday bilan billa Anqarada guvohlik berasan, vatan Sharq Turkiston demay Şinjan deysan, Şinjanda zulm yo'q deysan, guvohlik berganini mat qilasan deb shunda deyish orqali bichora 40 o'quvchi ota-onasini deb, oilasini deb imkonsiz sabr buğdayning majburlashi bilan Anqaraga kelib guvohlik bergan sabr buğday munofiq bilan. Bizning bundan xabarimiz bor. Sabr buğday munofiq bir bilmaydi deb qolish kerak. Endi kelgan vaqtda sabr buğdaydik bir munofiq oshkor o'ttirib chiqqandan keyin butun Uyg'urlar gap qilamasa, İstanbulda 40-50 tashkilot gap qilmay o'ttirsak, butun dunyolik tashkilot gap qilmay o'ttirsak, atgalikda nima bo'ldi qarindoshlar? Sabr buğdayga o'xshaydigan necha munofiq uchun Xitoylar joyni yig'iladi. Oshkor chiqardi qarindoshlar. Balam yig'layotdi, qolgan gapni keyin deyishimiz. Shuning uchun sabr buğday oshkor chiqdi. Men munofiq nima qila olaysan dedi. Biz hech nima qila olmaylikmiz. Atigi sabr buğday necha munofiq oshkor Xitoy chiqarsa, bizning vatanimiz Sharq Turkistondagi, qarindoshlarimiz ahvol teqidan betar bo'ladi. Muhacirat Türkiye dava qilayotgan uchun teqidimmi, yavaşlab, teqidimmi, ishi o'tmaydigan, gip o'tmaydigan bo'lib qoldi. Xalq mo'liga ishonmaydi. Ham Xitoyning munofiqlarining xo'r kuchli qarindoshlar. O'ylab boqaylik, bir yilning oldida İstanbulning konsulasi bo'lsin, shu Anqaraning bo'lsin, konsulasining boshlig'i oshkor chiqarmaydi. To'g'ri chiqib gap qilolmaydi. Ammo İstanbulning shahar boshlig'i almashdi. Oq partiyaning qo'lidan o'tib, JP'ning qo'liga o'tdi. Shuning bilan tanglab nima bo'ldi degan vaqtda İstanbuldagi ba'zi tashkilotlar og'zini yumg'il to'di, yanchiqqa maylang'il to'di, ba'zilar qarindoshlar. Shuning bilan Xitoy xo'rik chirib, nima qila oladi deb o'ttirib so'zlaydigan bir jur'at keldi. Qaraydigan bir yilning oldida Xitoy konsul İstanbulning konsulasining boshlig'i gap qildi. Bugun qaraydigan bo'lsak, sabr buğdaylik munofiq o'ttirib chiqdi. Buning gap qilmasak, buning quloqimizni yumsak, ko'zimizni yumsak, qo'rqsak, ati sabr buğdaylik necha munofiq chiqdi. Buning oldini olish uchun butun hayotimiz bilan, butun jonimiz bilan buni qarshi chiqishimiz kerak qarindoshlar. Sabr buğday o'ttirliqqa sabr buğday oson chiqmadi. İstanbuldagi ba'zi tashkilotlarni, ba'zi dernek boshliqlarini setib oldi. Pul setib oldi. Shuning uchun bir og'iz gap qilmadi. Bir og'iz qarshilik qilmadi. Hatto shu dernek boshliqlarini Xitoylar Turkiyada yo'g'intish uchun nurg'un tirishdi. Nurg'un buni obro'y va iqtisod verdi. Qaraydigan bo'lsak, Turkiyada necha mo yerlari, uylar, binolar qulab ketdi. O'ylab boqaylik, biz 4-5 yil da'vo qilyapmiz qarindoshlar. Qaraydigan bo'lsak, Anqaralik butun Uyg'urlarni so'rasang bo'ladi. Burun Adanada yashadim, Adanalik butun Uyg'urlardan so'rasang bo'ladi. Biz uyimizning ijarasini adam to'layapmiz. Dernekimizning ijarasini hatto to'lab to'layolmayapmiz. Derneklarimiz necha qatam taqalib kelib, qayta ochqa ishlarimiz oldu qarindoshlar. Uningdan suv, elektrik pul to'layolmagan nurg'un vaqtlarimiz oldu. Allah'a şükür açkanmadık, yalın açkanmadık, onundan başka nurgan cevapları tattık qarindoshlar. Bizim bulmaz dernek başlığı. Lekin biz bu külde yaşavatımız, ama o Xitoyga munofiq dernek başlığı qaraydigan bo'lsanglar, qo'ng'ida nochi mashina, nochi 3-4 yerda uyları, yerlari nurg'un mulki var qarindoshlar. Sabr buğdaylik munofiqmi shu? Ey qarindoshlarim, biz Uyg'ur da'vochilarimizga haqiqiy Sharq Turkiston da'vo qiladigan, igi chiqmaydigan bo'lsak, igi chiqmasa, mana shunda Xitoyga ishlaydigan munofiqlar, Xitoyga ishlaydigan dardlarni xo'rik ashira qarindoshlar. Xo'rik yo'g'onaydi qarindoshlar. Haqiqiy da'vo qilayotgan bichoralarni har tarafdan obro'yini tukib, pishni qilib, bu da'vodan chekindirish uchun nurg'un uyanmaylar qarindoshlar. Biz shuning uchun qarindoshlarimiz hammamiz bir-birimizga put qo'l bo'lishimiz, chabdas bo'lishimiz, Alloh bilgan irodamiz, iymonimiz mustahkam bir bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Baylarimiz iqtisodimiz bilan, siyasetçilerimiz, cenimiz, aklımız bilen, siyasetçilerimiz, yani ziyaliyelerimiz kalemi bilen, xalqimiz o'zicha bütün vücudu bilen, vatanimiz Sharq Turkistondan mustaqilligiga harakat qilishimiz kerak qarindoshlar. Sabr buğdaylik munofiqlarning chiqishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak qarindoshlar. Bugun Turkiyaning sabr buğday chiqsa, Yevropadan biri chiqadi, o'g'irlik Amerikadan biri chiqadi, buni nima deymiz qarindoshlar? Shuning uchun biz ba'zi Xitoyga setilgan dernek boshliqlariga aldanib ketib,
uxlaydigan, jim turadigan qilmayli qarindoshlar. Bularning o'yiniga tushib ketib qolmayli qarindoshlar. Biz Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bularning o'yiniga tushmay butun xalq tarafdan qo'zg'alib ketaylik. Men qarindoshlar atganlikka inshaalloh Aya Sofiya Camii'nin açılışı. Bununla İstanbul'daki bütün Uygurlarını davet kılaman. Üzerlerinin bayraklarını götürüp çıkınlar biz Türkiye'nin yanında. Bu tarihi bir qarindoshlar. 80 neçə yıldan saqlıq duyğan Aya Sofiya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınki başlıqında Allah'a şükür açıldı qarindoshlar. Bunun için bütün Uygurlar çıkışımız gerek. Bütün Şərq Türkistanlılar çıkışımız gerek. Bütün Uygurlar çıkışımız gerek. Bazı dernek teşkilat bunun da muhtusulu. Sabır buğdan tıllaştım dostu. Sabır buğda karşı çıkıştım dostu. Bir münafık karşı çıkanmadı. Vatan qayda mustaqil qiladi, hammasi haramzod qarindoshlar. Sabir buğda qarshi gap qilinmagan, İstanbul turib gap qilinmagan hamma dernek boshliqlar, tashkilot boshliqlarining har qanday buningdan keyin gap qilmasa, xitlar setilib turadilar. Sabir buğdadan maaş oldi keladilar. Buni da vatan davası yana bizim yo'qken, bizni aldab turadilar qarindoshlar. Mushlam yetarli qarindoshlar. Men bu 10 kunning oldida da'vat qildim. Aya Sofiyaning oldiga keldi, guvohlik berayotganlar shu yerda guvohlik berili. Shuning tashkilotlar shuningga yordamchi bo'ladi. Ana aşağıda mikrofon tanlab boshqalardan so'zlayotganlar shu yerga berib hech qarshi qilmadi. Ham surishtirib kelsa qarindoshlar, ba'zi bir darlik boshliqlar bor. Sabir buğdaga bir gap qilinmagan, ashu munofiq ishlaydigan, shuningdan ma'sharadigan munofiq kuylar to'sqinlik qilibdi. Men hech qismini vermayman. Chunki xalqimizning nurg'un aqlli qo'ygan bilan ba'zi nadallari va joyillari bor. Әтігіл бізгілі қарсы шығарады. Biz xalqimizningki qo'llashi bilan Alloh taolaning yordamini vatan mustaqil qilamiz. O'zimizning xalqiningki bilib bilmay bizni qarshi chiqishni xohlamaymiz. Shuning uchun xalqimizda bu munofiqlarni oshkorlamayotimiz. Inshaalloh bir kun oshkorlaymiz. Ammo butun xalqimizga bir da'vatim Aya Sofiyaning oldiga chiqaylik qarindoshlar. Aya Sofiyaga barayli Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet bağçılı bütün teşkilatlar şu yadılıdı. Biz Türkiye ile özümüzden birikkelikini, Türkiye'ye destek verdiğimizi bildirelim. Aya Sofiya Camii'nin ki içiliğallıkını mübarekleyli. Vatanımız Şərq Türkistan'da Aya Sofiya Camii'de minglarca caminin ki köydürülgenlik, çıkılığallıkını için bütün dünyaya anlataylı qarindoshlar. Balam uxlab qoldi, to'g'ri tushuninglar. Mana shunchalik so'zlayman. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.